Turkiyadagi 73 viloyatning advokatlar jamiyatining Sharqi Turkistondagi kishilik huquq dafsandichiligi haqidagi birlashma bayonotida mundaq deyildi. Biz Birlashgan Davlatlar Tashkiloti cho'ng yig'inini o'z ichiga olgan barliq xalqaro organlarni bu dafsandichilikni to'xtatish uchun embargolarni darhol kun tartibga qo'yishni chaqiramiz. Hamda xalqaro jamiyatni Sharqi Turkistondagi Uyg'ur xalqi uchun harakat qilishiga taklif qilamiz. Advokatlar jamiyatining birlashma bayonotida tuvandagi bayonlar o'tirg'a qo'yildi. 1949 yildan boshlab Xitoy Xalq Jumhuriyatining boshqarilishida bo'lgan Sharqi Turkistonda kishilik huquq dafsandichiligi xalqning hayotining har qaysi sohalarida davomli mavjud bo'lib turmoqda. Xitoy hukumatı bu rayondagi aholilarni yo'qotish uchun yo'lga qo'ygan va 2018 yili sun'iy hamroh rasmiy va guvohlik so'zi bilan isbotlangandan keyin qabul qilingan jazo lagerlarini yoshirish orqali kasbiy tarbiyalash markazi sifatida yo'lga qo'ymoqchi bo'lyotdi. Amaliyotda bu lagerlarda insoniyatga qarshi jinoyat deb qaralgan jinoyatlar sodir qilingan bo'lib, lagerlarda tutilgan nurg'un kishilarning izderigi yo'q. Bir millat va diniy e'tiqodni yo'qotishni maqsad qilgan sesimliq faoliyatlarining mavjudligini o'ylashganda, bu qilmishlarning insoniyatga qarshi jinoyat doirasida ekanligi inkor qilib bo'lmaydigan bir paket. Advokatlar jamiyati bo'lish sifatimiz bilan biz advokat kasbining ro'yi bo'yicha adolatsizlikka sukut qilish, yana bir adolatsizlik ekanligini ko'zda tutib, davomli ziyonkashlikka va zulmga uchragan Sharqi Turkiston Uyg'ur turklarining yanida turganligimizni hurmat bilan jakarlaymiz. Avstraliyaga joylashgan aqlli ambiri Avstraliya strategiyalik siyosat tadqiqot o'rni Xitoyni musulmon Uyg'ur, qozoq, qirg'iz, tatar va o'zbeklarga qarata majburiy tug'mas qilib etish tadbirlarini qo'llanganligini o'tirg'a qo'ydi. Avstraliya hukumati mablag' solgan bu markaz chorshanba kuni e'lon qilgan dokladida Xitoy Sharqi Turkistondagi yashaydigan Uyg'urlarning tug'ilish nisbatining shiddat bilan tuvanlashini keltirib chiqaradigan siyosatlarni yo'lga qo'ydi deyildi. Mazkur organ Xitoy majburiy tug'ut cheklash siyosati yo'lga qo'ygan 2017 yildan boshlab Sharqi Turkistonda rasmiy tug'ilish nisbatining tez va misli ko'rilmagan darajada tuvanliganligini bildirdi. Dokladda Sharqi Turkistonda tug'ilish nisbatining 2017 yildan 2019 yilgacha yerim masa tuvanliganligi, aholisining ko'p qismi Uyg'urlar bo'lgan rayonlarda tug'ilish nisbatining boshqa rayonlarga solishtirganda texmi tuvanliganligi o'tirg'a qo'yilgan. Mazkur doklad Xitoy hukumatining rasmiy sonliq ma'lumotlari asosida tayyorlangan. Hong Kong hukumati demokratiyani qo'llaydigan milliarder savdogar Jimmy Layning mol-mulklarining, jumladan uning axborot tarqatishdagi peyining davlat bexatarlik qonuniga xiloflik qilganligi uchun to'xtatilganligini e'lon qildi. Hong Kong hukumati demokratik harakatlarni qo'llab kelayotgan axborot magnati Jimmy Lai uchun harakatga o'tdi. Hong Kong hukumati Layning raqamlik axborot korpusidagi peyini va uning ish shirkatining yerlik banki hisobidagi mol-mulklarini to'g'ritish to'g'risida buyruq tushirildi. 73 yoshlik Lay o'tgan yili Beijingning demokratik harakatlarni bostirishini maqsad qilgan davlat bexatarlik qonuniga asosan qo'lga ilingan. Lay Xitoy va Hong Kongga qaratilgan embargolarni qo'llaganligi uchun chet el kuchlar bilan hamkorlashgan deb ayblangan. Dünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktori Gebriyos 2020 yildagi selishtirganda 2021 yildagi yuqum ahvoli jihatda texmo ajallik bo'ladiganligini aytdi. Dünya Səhiyyə Təşkilatı 2019 yılının oxirida Xitoyda paydo bo'lgan va dunyoning har qaysi joylariga tarqalib yuqumga aylangan COVID-19 kasali sababidan 2021 yilning texmo ajallik bo'ladiganligini bayon qildi. Dünya Səhiyyə Təşkilatıning bosh direktori Gebriyos juma kuni mundaq dedi: Biz bu yuqumning 2-chi yilining 1-chi yiliga qaraganda texmo ajallik bo'ladiganligiga ishonamiz. Dünya Səhiyyə Təşkilatıning eng yangi sonliq ma'lumotlariga qaraganda Xitoy virusi sababidan 3.339.000 dan ortiq odam qazo qilgan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bexatarlik kengashi 3-chi qatim yig'in ochib, Isroiliya bilan Falastin o'rtasidagi ziddiyatning kuchayishi va G'azzaga qaratilgan havo hujumini muzokara qildi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bosh kotibi Antonio Guterres kengashga xitob qilib, Isroiliya va Falastinni ma'nisiz qon to'kilish, terrorlik va buzg'unchilikni darhol to'xtatishga va ikki davlatning hal qilish chorasi uchun suhbatga qaytishga chaqirdi.
Yana bir tarafdan Falastin manbalarining xabariga qaraganda, Isroiliyaning Tönögün G'aziga qilgan hujumida 8 bolani o'z ichiga olgan 26 falastinlik qazo qilgan. Bayonotga qaraganda, hujum boshlangandan buyon G'azada qazo qilganlarning soni 174 bo'lgan.